Xo'p, oliy maqsad nimaligini bildik. Endi oliy maqsadimizga qanday borishimiz mumkin? Har bitta inson o'ziga shu savolni bir marta bo'lsa ham bergan. Men nima uchun bu dunyoga keldim? Ba'zilar bu savolga javob topgan, ba'zilar esa hali ham topmagan. Alloh taolo bizni yaratgandan so'ng har birimizga o'zimizga mos vazifa yuklatdi. Bu vazifa missiya deyiladi. Bugungi videoda missiya nima ekanligi, missiyani qanday topishimiz kerakligi va missiyani hayotimizdagi ahamiyati haqida gaplashamiz. Unda boshlaylik. Missiya bu bizni ertalab uyg'otadigan, harakatga boshlaydigan, to'siqlarga qo'rquvsiz qaratadigan kuch. Missiya bu bizni oilamiz, jamiyatimiz, vatanimiz oldida qanday xizmat qilishimizni aniqlab beruvchi yo'nalish. Missiyamizga erishishimiz uchun biz ma'lum bir pog'onalardan chiqishimiz kerak. Men bu etaplarni sizlarga Abraham Maslow'ni ehtiyojlar nazariyasi orqali tushuntirib berishga harakat qilaman. Birinchi, o'zi 5 ta pog'ona bor. Piramidani eng uchida siz missiyangizni topasiz. Birinchi pog'ona bu insonning fiziologik ehtiyojlari. Ya'ni nafas olishi, ovqatlanishi, uyqusi, hamma fiziologik jarayonlar bu birinchi pog'onada turadi. Agar biz fiziologik ehtiyojlarimizni qondirmaydigan bo'lsak, ikkinchi pog'onaga chiqa olmaymiz. Ikkinchi pog'onada esa bizni xavfsizlik ehtiyojlarimiz kutib turibdi. Bu etapda biz o'zimizni xavfsizligimizni ta'minlashimiz uchun uyimiz, yashash joyimiz, bundan tashqari ishlashimiz va sog'lig'imiz. Agar bizni qornimiz och bo'ladigan bo'lsa, sog'lig'imiz joyida bo'lmaydigan bo'lsa, biz albatta missiya haqida o'ylay olmaymiz. Shuningdek, biz birinchi, ikkinchi va uchinchi pog'onaga ko'tarila olmaymiz. Uchinchi pog'onada esa bizni ijtimoiy ehtiyojlarimiz kutib turibdi. Ya'ni biz o'zimizni tanishlarimiz, do'stlarimiz, ishxonadagi kollektivimiz, kursdoshlarimiz bilan bo'lgan munosabatlarimiz. Agar bu 3 ta pog'onadan biz o'zimizni kuchimiz bilan va to'g'ri qadamlar bilan chiqadigan bo'lsak, 4-chi pog'onada bizga shunday savol keladi. Men qanday qilib boshqalarga yaxshilik qila olaman? Agar bu savol kelmasa, siz bu pog'onalardan to'g'ri qadamlar bilan chiqqan bo'lasiz. Va bu pog'ona hurmat ehtiyoji deyiladi. Ya'ni inson nimadir ish qilib, maqtanib, hozirda ko'payib ketgan arzon PR-lar orqali o'zini tanitmoqchi bo'ladi. Ya'ni e'tiborsizlik sindromi deymiz. Nima ish qilib bo'lsa ham odamlarni e'tiboriga tushgisi keladi. Xo'p, 4 ta etapdan chiqdik. 4 ta pog'onani bosib o'tganimizdan so'ng 5-pog'ona. Ya'ni bu 5-pog'onada biz o'z missiyamizni topamiz. Biz o'zimizdagi hamma salohiyatni, potensialni tushunib yetamiz va missiyamizni, mas'uliyatini, yukini o'zimizni bo'ynimizga olgan bo'lamiz. Men missiyasi yo'q insonlarni dengizda yo'nalishsiz suzayotgan kemaga o'xshataman. Shamol qayerga essa, kema o'sha yerga ketadi. Missiyasi aniq bo'lgan odamni yo'nalishi ham aniq bo'ladi. Va shunga yarasha tanamiz, miyamiz energiya va resurslarni beradi. Misol uchun tanamizda dopamin va serotonin miqdori ko'payadi. Bu esa bizni harakatga boshlaydi va ichki xotirjamligimizni paydo qiladi. Bundan tashqari prefrontal korteks degan qism bor miyamizda. O'sha qism yaxshi ishlay boshlaydi. Bu qism nimaga javob beradi? Bu qism bizni qaror qabul qilishimizga javob beradi. Bu orqali biz tezroq qaror qabul qilamiz, rejalar tuzamiz, taktika va strategiyamizni aniq qilamiz. Bundan tashqari qo'rquv markazi bor miyada. O'sha markazning faoliyati pasayadi. Buning natijasida bizning organizmimizda kortizol va adrenalin miqdori ham kamayadi. Buning natijasida biz stresslarga chidamli bo'lamiz va immunitet tizimimiz ham yaxshi ishlay boshlaydi. Bundan tashqari miyamizda sinaps hosil bo'lish jarayonlari tezlashadi. Buning natijasida biz o'zimizga kerakli bo'lgan ko'nikmani, bilimni tezroq o'rganamiz. Qachonki bizni missiyamiz bo'lganda, biz o'z ishimizga diqqat bilan yondashamiz va e'tiborsizlikka ko'p tushmaymiz. Men o'z so'zimni Alining so'zi bilan tugatmoqchiman. Sen o'zingni bir jism deb o'ylaysan, holbuki butun olam seni ichingda mujassam bo'lgan. Bu bilan nima demoqchi? Bu bilan bitta oddiy jism bo'lishi mumkin, lekin seni qalbing, ruhing, onging va ma'naviy dunyong cheksiz. Agar biz o'zimizni kimligimizni bilsak, o'zimizni tanisak, o'zimizni o'zgartira olsak,
keyin atrofimizni o'zgartira olamiz. Missiyaga qaytadigan bo'lsak, missiyani topishimiz uchun bizga kerakli bo'lgan savollar tizimini biz tuzib chiqdik. Bu tizim bilan sizni do'stim tanishtiradi. Mana do'stlar, biz missiya nima ekanligini va hayotimizda qanday rol o'ynashini bilib oldik. Va nihoyat amaliy qismiga ham yetib keldik. Bu qismida sizlarga kerak bo'lgan savollarni tayyorlab qo'ydik. Va sizlarga kerak bo'ladigan instrumentlarni aytib o'tsam. Daftar, ruchka va tinch xona. Agar tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Bu savollarni men asosiy va to'ldiruvchi qismga bo'ldim. Undan oldin o'zim qilgan xatomni sizlarga aytib o'tsam. Missiyani topish juda oson ish emas. Men ham 13 yoshimda, 14 yoshimda missiyani aniqlab qolgan holatim yo'q. Chunki bunda ham men qiyinchilik ko'rdim, tushunmadim, qayerda ekan o'zi missiyam, nima qila olaman o'zi deb men ham ko'p qiynalib yurdim. Va menga shunday maslahat berishdi. Psixologlarda xuddi shu prof orientatsiya, shaxsiyatga tegishli bo'lgan testlar bor dedi. Agar bu testlardan o'tib chiqsang, sening missiyangga topishingga bir yordam beradi deydi. Va eng mashhur bo'lgan MBTI, Satsonika, Arxit degan testlarni o'tib ko'rdim. Bu testlarni o'tganimda eng qiziq bir savol keldi menga. O'zi hamma narsani osonlashtirish uchun, tushunilish uchun oddiy qilib yaratilgan. Lekin bular murakkab qilgan. O'zi hamma narsa oddiylikda-ku. Oddiy bo'lgan narsa odamga tushunarli bo'ladi va bu amaliyotda ham ishlatilishga loyiq bo'ladi. Bu testdan men o'tib ko'rdim. Har bittasidan o'tib ko'rdim va eng qizig'ini aytsam, natijasiga kelganda men hech narsani bilmadim. Missiyamni topolmadim men buni o'tgandan keyin. O'zim kuchli tarafimni ham, potensialimni ham bilmay qoldim. Psixologning videosini ko'rib qoldim. U o'zini daromad qilish haqida yo'nalishini aytib berdi. Psixologiya yo'nalishida eng tez daromad qiladigan narsa bu mana shunaqa xarakteristika yoki potensialni ochadigan testlar ekan. Shunda o'ylab qarasam, bu mana shu Satsonika bo'lsin, MBTI bo'lsin, mana shu arxetip bo'lsin, bu insonni psixologiyasidan foydalangan holatda yaratilgan testlar ekan. Ular hammaga mos keladigan, hammaga tushib ketadigan effektlardan foydalangan ekan. Masalan, sizga testning javobida siz aqllisiz desa, bu qaysidir yo'nalishda siz aqlli bo'lasiz. Va eng qizig'i ular bo'limlarga bo'lib qo'ygan. Qaysidir guruhlarga tegishli qilib qo'ygansiz. Inson qaysidir guruhga tegishliligini o'zi his qilsa, demak men jamiyatga kerakman yoki shunaqa his-tuyg'u uyg'onadi. Misol uchun MBTI'da sen strategsan deydi, senga faqat mana shu dokument bo'yicha yoki raqam bo'yicha ishlanadigan kasblar kerak. Misol uchun buxgalteriya bo'lsin yoki biznes analitika bo'lsin, shu yo'nalishlar senga tushadi deb aytadi. Vaholanki sizga bu bo'lgan potensial yoki bu narsa tushmasligi mumkin. Shu ma'lumotlarni to'plab, tahrirlab, missiyaga erishish uchun bu ma'lumotlarni ikkiga ajratdik. Asosiy qismga va to'ldiruvchi qismga. Asosiy qismga keladigan bo'lsak, missiyani aniqlashning eng oson usuli bu sizga soha yoki qaysidir yo'nalishda sizga bir muammo ko'rsatiladi. Bu muammo keyinchalik sizning og'rig'ingizga aylanadi. Misol tariqasida siz O'zbekistonda iqtisodni bir kamchiliklarini yoki qaysidir jihatlarini ko'rishni boshlaysiz. Ya'ni yoqmagan jihatlarini. Misol tariqasida siz iqtisodda kamchiliklarni ko'rishni boshlaysiz. Demak aytasiz, agar men prezident bo'lganimda yoki iqtisodchi bo'lganimda bu kamchiliklarni bartaraf qilgan bo'lar edim. Amir Temurni soliq tizimini olib kirgan bo'lar edim. Ibn Xaldunni iqtisodiy tizimni qo'shgan bo'lar edim. Demak shunaqa bo'lsa, demak siz to'g'ri yo'lda bo'lasiz. Va yana ko'pchilik boshqa yurtga, Amerikaga, Yevropaga bo'lsin, Koreyaga bo'lsin, o'sha yerda o'zimni hayotimni quraman yoki o'sha yo'nalishimni topaman deb ketadi. Afsuski, bu xato. Nega deb o'ylaysiz? Siz agar bu yerda tug'ilgan bo'lsangiz, demak sizning missiyangiz shu yerda bo'ladi. Siz shu yerga keraksiz. Agar bu yerga kerak bo'lmaganda siz yo Koreyaga yo Amerikaga tug'ilgan bo'lar edingiz. Tasavvur qiling, siz bir saroyga kirdingiz va u saroyda payg'ambarimiz, sahobalar va tolib ilmlar turibdi. Va sizdan payg'ambarimiz qanday chaqirishni istar edingiz? Va siz kimlarning oldida joy olishni xohlar edingiz? Agar bunga javob topgan bo'lsangiz, unda tabriklayman. Siz missiyangizni aniqlagan bo'lasiz. Va undan tashqari siz o'z hayotingizni tartibga solish uchun, gunohdan tiyilish uchun, sohangizni to'g'ri tanlash uchun ikkita savol berishingiz kerak. Ulardan birinchisi, agar bu ishni qilsam mendan Alloh rozi bo'larmidi? Ikkinchisi, payg'ambarimiz bu ishni qilayotganimni bilsalar, menga nima der edilar?
Umid qilamanki, bu savollarga javob topa olasiz. Lekin bizda to'ldiruvchi qismi ham bor. Bu to'ldiruvchi qismlarga kelsak, bular 5 ta savoldan iborat. Birinchisi, qaysi sohada jamiyatga ko'proq foyda keltirasiz? Foyda keltirgan bo'lsangiz, demak siz missiyangiz bo'yicha ketayotgan bo'lasiz. Ikkinchisi, qaysi sohada tekinga ham ishlardingiz? O'zingiz sevgan ishni topsangiz, tekinga ham ishlaysiz. Sababi qalbingiz rohatlanayotgan bo'ladi bu ishda. Uchinchisi, qaysi sohada butun umringizni sarflashga tayyorsiz? Butun umringizni sarflamasangiz, demak siz missiyangizni qilmayotgan bo'lasiz. Keyingisi, qaysi sohada kechasi 2 da ham 3 da ham turib o'z ishingizni qilib keta olasiz? Va oxirgi savol, eng muhim savollardan biri. Qaysi ishda joningni olinishiga ham rozisan? Bu savolni topgan bo'lsang, o'z missiyani aniqlagan bo'lasan. Va biz jamoamiz bilan sizlarga boshida aytilgandek 12 talik savol tizimimizni tuzib chiqamiz. Buni Telegramimizga video qo'llanma qilib qo'yganmiz. O'tib ko'rishingiz mumkin. Va nihoyat missiyani funksiya desak, mana bu qo'limdagi soat funksiyasi bu vaqtni ko'rsatish. Agar bu vaqtni ko'rsatmasa, bu kerak emas matoqqa aylanib qoladi. Demak, siz ham bu dunyoda keraksiz matoqqa aylanib qolmang.